Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 8-mart kunidan 11-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 9 va 11-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 10-mart kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. 10-11-mart kunlari ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat 8-mart kuni kechasi 15 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq. 9-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi va kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Buxoro viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 va 11-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 9-10-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11-mart kunlari ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 9-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi 15 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 11-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-11-mart kunlari ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 9-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi 15 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 3-8 daraja iliq. Viloyat shimolida 8-mart kuni kechasi 15 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq. 9-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi va kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-10-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 11-mart kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 10-11-mart kunlari ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 9-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 va 11-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 9-10-mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11-mart kunlari ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 9-mart kuni kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 9-10-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 11-mart kuni ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 10-11-mart kuni ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-9-mart kunlari kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 11-mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8 va 11-mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-10-mart kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-9-mart kunlari kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 3-8 daraja iliq. 10-mart kuni kechasi va kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 11-mart kuni
kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0.5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, videoga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.